Xullas, qarindoshlar, xolamni qizlari ko'rsatishi bo'yicha bitta lavlagini olib, ustini archib, uni ikkiga bo'lib blenderga solib, uni orqasidan yana xuddi shu ketma-ketlikda olma bilan sabzi va imbir solib, uni ustidan ozgina limonning suvini solib blenderda yaxshilab aralashtiradigan bo'lsak, shunaqa bay kokteyl bo'lar ekan-di. O'xsharmikan, ha? Deb turib, aynan mana shu qip-qizil kokteylga kerak bo'ladigan narsalarni ketma-ketlikda mayda qilib to'g'rashni boshladim. Shu desanglar, bu detox kokteyl ekan, qarindoshlar. Shu detox deganda bir savol meni esimga tushdi, qarindoshlar. Shu savolga sizlar javob beringlar. Nimaga shu semirish juda ham arzon-de? Ha, ot o'chsin, bu ozish nima buncha qimmat bo'lmasa, a? Menga o'xshab 80 marta dieta qilgan qarindoshlarim meni juda ham yaxshi tushunishadi. Semirish juda ham arzon. Ozish degan janavar rasa qimmatli. To'mboqqina likkina qarindoshlar. Kimdir sizlarga ozgina ossing bo'lmaydimi deyotgan bo'lsa bilinglar. O'sha inson sizlarni ko'hlikkina, do'mboqqina, ko'rguludek bo'lib yurganinglarni ko'ra olmayapti. O'zi bir daraxt orqasiga bekinsa ko'rinmaydi-da, yana bizga ozish haqida gapiradimi? O'sha suv qochgan nonni yeydigan dietasini ham, dietadagi bemaza ovqatlarni ham hammasini o'zi yeysiz. Biz qo'yni dummasdan yog'liqina qilib oshlarni, yog'li narsalarni yeyveramiz qarindoshlar. Hamma maza o'shanda. Xolamni qizlari ko'rsatgan kokteylni mazasiga keladigan bo'lsa, xudoyim, nimani mazasi kelayotganini tushunib bo'lmaydi-ya. Xuddi o'sha dietadagilar mazali deb maqtab ichadigan bemazadan 5 pattar narsa bo'ladi-yu, xuddi o'shani o'zi. Dietadagi qarindoshlar, bu sizlar uchun rosa zo'r narsa.